2026-yil 15-may sanasiga 2 yoshlik ko'chatlarimizni asosiy meva shox qo'yish uchun kesamiz. Bu yerda hozir mevali shox qo'ysak yetarli darajada bo'lgan, lekin ko'chat yoshi kichkinalik qiladi va ko'chat tanasi yetarli darajada yo'g'onlamaganligi uchun ko'chatni tanasini yo'g'onlashtirish va shoxlarni yana ham ko'paytirib ichidan bemalol tanlab olish uchun kesuv qilamiz. Birinchi navbatda pastdan o'sib chiqayotgan yangi so'ruvchi shoxlarni olib tashlaymiz va ikkinchi navbatda har bitta daraxtda eng baland nuqtasidan 4 ta kurtak qo'yib hammasini o'shanga moslab kesib chiqamiz. Bu juda ham oson kesuv hisoblanadi. Asosan daraxtni 2 yoshgacha har qanday ekuvchini o'zi bilmagan holatda bo'lsa ham mana shu ko'rsatilgan usulda kesib borsa bo'laveradi, lekin asosiy mutaxassisdan yordam oladigan vaqti 2 yoshdan keyingi o'sib chiqqan shoxlarda обязательно mutaxassisdan yordam olish kerak bo'ladi. Chunki buni ichida endi yangi shoxlar chiqadi va bu shoxlar orasidan kelajakda bizga xizmat qilishi mumkin bo'lgan shoxlarni tanlab olish kerak bo'ladi. Uni faqatgina bog'ma-bog' kesib kelajakda qaysi shox qaysi tomonda o'sib qanchalik darajada meva berishi mumkinligiga aniq fikr yo'naltirilgan bog'bonlargina ajratib beriladi. Agar o'rganib yurgan, yangi o'rganayotganlar bo'lsa, bular ham mutaxassisdan foydalanish kerak bo'ladi. Do'stlar, mehnatlarga bitta-bitta like bosamiz. Ko'rib turgan giloslaring Svetariyana gilosi 2 yoshda ekilgan. Yaqinroq olib keling, bo'lsin ham. Shoxlarni hammasini bir xil qilishga harakat qilamiz. Bundan buyog'iga eng baland nuqta va unga moslab kesiladi. Svetariyana ham yoniga shox beradi. Imkon qadar yonga bergan shoxli zonasini olib tashlaverishingiz mumkin. Baribir egilib ketadi. Shu sababdan imkon qadar tikroq shoxlardan foydalanish kerak. 8 ta 10 ta asosiy lider shoxdan foydalanilsa juda ham manfaatli bo'ladi. Agar 8 ta 10 ta shoxni o'zini olib qolmaslik kerak. Bu yerga kamidan 17 ta 18 ta shox qo'yish kerak va o'sha 17 ta 18 ta shoxni ichidan oraliq masofalarini bir xilligini belgilagan holatda 7 ta 8 ta chiroyli shoxni tanlab olishlarini maslahat beraman. Shunda u shoxlar barqaror va bir-biriga nazorati va masofasini hisobiga yaxshi va uzoq vaqt meva beradi. Salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etsalaring, keyingi videoda 3 yoshlik va 4 yoshlik giloslarni ham yoki boshqa daraxt turlarini ham kesish videolarini qo'yib boramiz. Sog' salomat bo'lasizlar.